o'qishim kerak edi. Qutuldimi? Xudoga shukr. Ha, nima bo'ldi? Ustoz baho qo'ydi. Qo'ydimi? Qanday songa baho qo'yadi? Endi yo'li bor-da. Nima qilding? Ustozni mashinada uyga tashab qo'ydim. O'rtada bitta kofe ichib berdim. 5 qo'yib oldim. Ya, assalomu alaykum domlajon. Masarov, yaxshimisan? Domlajon, bugun o'zim uyingizga tashab qo'ymoqchiman mashinamda. Nastrenam yo'q, o'zim yetib olaman. Nastrenangiz yo'q bo'lsa, yo'lda anekdot shelper aytaman. Yuring domlajon, uyalmang. Mayli. Yuring. Ya, afandi ham bor-ku, bu yoqda stolba yo'q edi-ku deb shuni kesib tashabdi-da domlajon. Yemal, yoqmayaptimi domla? Nastrena yo'q, Masarov. Yuring. Tandir yeysizmi yoki jizmi? Cho'poncha. Cho'poncha. Ha, domlam o'zimni Nastrenasiga. Maza qildik-a, qorincha to'ydim domlajon. Qorin to'ydi Masarov, lekin Nastrena yo'q-da. Yuring, Nastrenani ko'taramiz. Yuring. Ustoz, futbolkachilardan olib beraymi? Havolar isib ketdi. Qimmat bo'lsa kerak-da Masarov. Ustoz, bu in-bozor, insofli bozor. 88 ming so'mdan futbolkalar. Ovora bo'lma, XL razmerim, ovora bo'lma. Ustoz, yozga yumshoq dvoykalardan olib beraymi? Mana bunaqa sportivkalardan. Ovora bo'lma Masarov, aytdim-ki XL kiyaman deb. 244 mingdan narx. Buncha ko'p gapirasan, XL. Ustoz, ventilyatorchadan olib beraymi? 237 ming yozga mazada. Shart emas, ipta kerak. Ana ustoz, kayfiyat qanday endi? Endi zo'r Masarov. Zo'rmi? Ustoz, endi ertaga o'qishga boraman. Zachotkaga 5 qo'yib berarsiz-a? Buni iloji yo'q-da Masarov. Nimaga? Aytdim-ku Nastrenam yo'q deb. Pora bilan qo'lga tushdim, ishdan haydadilar meni. Qachon? Bugun O'rningizga kim bo'ldi? Jo'raqulov. Jo'raqulovning razmeri nechi? XL da. Tartiblarsiz, ventilyatori ham yo'q edi menimcha. Xatya ishib qolsa. Voy, sizga ich kiyim olib berdim. Shuni yechib bering, boring. Uni razmeri L. Yoqqanmi? Ha.